14 ming baho aytishyapti, xudo xolasa Jemina markazida desangiz обязательно o'tib beradi. Xolasangiz notarius bo'lmasa 100 so'm berasiz. Akamiz bilan bog'lanib bemalol gaplashaverasiz. Aziz do'stlar, Jemina markazida обязательно marka bo'lmasa bo'lmaydi, bilasizlar. Xonji. Bu yili nechi aka? 23 mi? 2022-yil ishlab chiqarilgan Xonji mashina. Yurgan probega qancha? 44 ming, kraskasi top-toza. Pol elektr paketda ichlari ham, mashina o'ta akkuratniy mashina, qarang. Shep, вообще ichlari konkret. Jemina markada обязательно bu narx qiziq. Do'stlar, bu mashinamizning narxi qiziq. Mashina kimga yoqqan bo'lsa, buni elektromobilni olaman deb yurganlar. Narx qiziq Jemina markada. Bu jentra ham bermaydi buni puliga, do'stlar. Jentra ham bermaydi. Bu mashinani sразу reaksiya qilib, samolyotga jo'natib qo'ylik. Do'stlar, narxi nechi pul edi aka? 14 ming baho aytishyapti, xudo xolasa Jemina markazida desangiz обязательно o'tib beradi. Xolasangiz notarius bo'lmasa 100 so'm berasiz. Akamiz bilan bog'lanib bemalol gaplashaverasiz. Murojaat uchun telefon raqam 91lik 323 77 76. Akam do'st, dehqonni o'zida mashina burishda emas. Eng full pozitsiya, Xonjayda eng full pozitsiyasi. Bunda Panama luk bo'lmaydi, bunda. Yo'q ekan. Do'stim, jentrani ham puli bor. Bosadigan xonasiga kelib bosish kerak, olib minish kerak, do'stim. Sizlar uchun Jemina markazida обязательно xizmatda, lakni ayamanglar. Obuna bo'lgansiz, obuna bo'lib qo'yinglar.